أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abu Ali Nizomuddin Ash-Shashi rahimahulloh yozgan 50 degan ismi bor va Usul Shashi degan ism bilan mashhur bo'lgan bu muborak kitobning mushtarak va muavval mabahis al-alfozning taqsimotlaridan birinchi taqsim xos, am, mushtarak, muavval degan taqsimotniki shu oxirgi taqsim, oxirgi qismi mushtarak va muavval degan ekan bu. Endi biz bugungi darsning mavzusiga kirishdan avval oldingi darsdagi chalqagan bir mavzuni so'zlab ketaylik. Bu bo'lsa biz oldingi darsimizda mutlaq muqayyatni so'zlab o'tgan edik. Lekin shu kitobdagi saviyasi sababidan mutlaq muqayyatning hukmidan bir muhim bo'lgan bir masalani so'zlamay deb ekan-ku. Bugun qisqacha shuni so'zlab o'tib, bundan madarisning mazmuniga kirib ketaylik. U bo'lsa hamlul mutlaqi alal muqayyat. Biz burun mutlaq muqayyatning ta'rifini o'qidik. Mutlaq muqayyat degan qanday narsa deganda mutlaq muqayyat degan nima desa, mutlaq degan madalla ala zat la sifat bila nafin va la isbat. Yani bir ikinci tarifte mutlaq nima dedik? Ve huve şai'u fi cinsihi bila shumulin va la ta'yin dedik. Muqayyat degan nima desa, muqayyat degan ve huvel kharicu ani şu'i bi vejhin ma dedik. Bunu degan gap deganda, yani mutlaq degan o'zining jinsida hamma narsa taqab ketgan. Bir jinsning bütün afratlarga taqab ketgan, tarab ketgan. Lekin bila shumul hammani bir yo'li solmaydi ichiga. Vala ta'yin. Bini muayyan bilib o'tishganmaydi. Bini muayyan o'tishganmaydi. Hammani yo'li solmaydi, lekin hammasi tarab ketgan. U buni ihtimollig'ma, buni ihtimollig'ma, endi hammasi tarab ketgan mutlaq. Muqayyat degan so'z deganda muqayyat bo'lmaydi, taraydi, lekin umumiy shaklda emas. Uning doirasi tarroq. Qanday masalan desa, raqaba, tahrir raqaba deganda, raqaba degan so'z tarab ketdi. Qul jinsiga. Qo'y musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, hammaga tarab ketdi. Lekin qaysi qulligini bilmaymiz. Hamma qul irada qilmaydi, bir qul irada qiladi. Qaysi qulligini bilmaymiz, qaysi qul bo'ladi. Endi buni muqayyat qilgan tahrir raqabati mu'mina deb muqayyatga aylantirgan deganda, muqayyatga aylantirgan vaqtimizning o'zida bu taqab ketishdan umumiy taqab ketishdan chiqib ketadi. Ya'ni ma ukhrija an shu'i bi vajhin ma degan gap kofirga taqab ketishdan chiqib ketadi. Kofirga taqmaydi, qaytlanadi. Lekin bi vajhin ma degan gap umumiy shaklda emas, ma'lum bir shaklda. Lekin endi nima deyishadi qato? Mu'min qo'lning ichidagi yana umumlik qadi. Ya'ni qaysi mu'min qo'ldan zot qilsa bo'ladi. Har ayol, cho'ng, kichik mu'minning ichida. Manda shakl demakchi. Endi buni tushunib bo'lganmiz, hammasiga hukmlarni mutlaqu yajri ala itlaqi va muqayyadu yajri ala itlaqi tushunib bo'lgan, ha? Endi so'zlamay o'tgan qoidamiz bo'lsa hamlul mutlaqi ala muqayyad. Endi Qur'oni Karimda mutlaq keldi, muqayyad keldi. Bu mutlaqni muqayyatga hamla qilish joizmi, joiz emasmi desa, biz lajuz deymiz. Lekin joiz bo'lgan suratmi bor. Hamma suratda biz mutlaq emas deymiz. Shuning uchun biz bu avvalan bir tasvirlab chiqishimiz kerak. Qur'oni Karimda yoki qanday bir narsada mutlaq muqayyat kelsa, yuqoridagi bir qancha ehtimollar bo'ladi, yo undoq bo'ladi, yo bundoq bo'ladi. Bunda bo'lgan ahvolda faqat bundoq bo'lgan ahvolda mutlaq muqayyatga hamla qilinadi. Qolgan ahvolda hamla qilinmaydi. Lekin Imom Shofiyning mazhabida asan. Imom Shofiy mazhabida qanday kelsin mutlaq muqayyatga hamla qilinayverdi. Buning uchun bizniki esa murakkab. Shuning uchun buni alohida bir dars qilish kerak emas. Bu yolg'iz bir dars bo'lsa bo'ladi. Lekin endi inshaalloh bugun shu darsni aplasak alhamdulillah deymiz. Unda biz birinchi qilib ma huwa hamlul mutlaq ala muqayyad.
Ya'ni mutlaqni muqayyatga hamla qilish degan nima degan tushunishimiz kerak. Nima degan gap bu? Hamlul mutlaq alal muqayyad degan nima degan gap? Degan gap ya'ni mutlaqni muqayyatga hamla qilish degan, ya'ni taqyidul mutlaq bi qaydil muqayyad degan bu. Taqyidul mutlaq bi qaydi al muqayyad. Qur'oni Karimda mutlaq oyatimiz keldi, bir muqayyat oyatimiz keldi. Biz qachonki shu muqayyatni mutlaqni muqayyat bilan hamla qilsak degan gap, ya'ni muqayyatning qaydini nimaga bersak, mutlaqga bersak, mutlaqni qaydlasak, sifatlasak degan. Endi shunda mutlaqni muqayyatga hamla qilishda bir muncha ehtimollar bo'ladi. Birinchi ehtimol, bizda bir nas bor, mutlaq bir nas. Muqayyat bir nas bor. Bu ikkinchisi bir hukmni ifodash uchun kelgan. Bu hukm deganimiz bu yerdagi shar'iy hukm emas. Balki ilmiy mantiqdagi hukm. Ya'ni hukmni ma'nosini bilib biz isbatu amrin li amrin. Bir ishni bilish uchun ifodalash nafyuhu anhu. Yani nafyu amrin li amrin. Bir ishni bir ishga isbotlash yoki bir ishni bir ishni nima qilish, inkor qilish. Bu shuni nima ataladi hukm. Umumiy ma'nosi, xususiy ma'nosi emas, istilohiy ma'nosi emas. Endi yani bir ishni ya isbotlab, ya inkor qilib bir yakunni bersa keladi hukmdan biz. Nas, ikkidan nas bor. Bu ikki nas kelgandan keyin bunda ikki ahvoldan boshqa ahvol yo'q. Yoki bu ikkini nas bir ikkalasining hukmi bir bo'ladi. Yoki ikkalasining hukmi qarama-qarshi bo'ladi. Aslında ya yettahid ya yaxtalif. Yani ya ikkalasi isbot bo'ladi, ya ikkalasi nafiy bo'ladi. Ya birisi isbot, birisi nafiy bo'ladi. Bundan boshqa tashqi ish yo'q. Tamam. Endi fa in ixtalafa, agar bu mutlaq bilan muqayyatniki hukmi muxtalif bo'lib qolsa, ya'ni birisi isbot, yana birisi nafiy bo'lib qolsa, masalan, at'im rajulan waksu rajulan aliyan. At'im rajulan nima? Mutlaq muqayyat mi? Mutlaq. Vaksu rajulan aliyan. Bu muqayyat. Yani bir odamga tamoq bergin, vaksu rajulan aliyan. Yalang'och odamga kiyim kiygizib qo'ygan. Deb buyuribdi. Bir odamga. Bunda degan bo'lsa, bunda hukm qanday bo'ladi? Birinchisi mutlaq, ikkinchisi muqayyat. Lekin bu hukm muxtalif bu yerda. Birincisi nima? Birinchi hukm it'am. Tamoq berish. Nima hukm deganimiz nisba yani. Ikki mavdu bilan mahmul o'tirishga nisba hukm deganimiz. Vuqu'un nisba. Endi bu yerda it'am. Birinchi hukmi it'am tamoq berish. Ikkinchi hukmi nima? Qiyos. Nima? İkincisi kiyim kiygizib qo'yish. Ikkisi. Endi muxtalif bo'lgan surat bo'ladimi? Xo'sh. Mushu suratda mutlaq muqayyatga hamla qilinmaydi. Bunda gap qilganda, ya'ni ikkisining hukmi o'xshamasa, birinchisining nisbati boshqa, vuqu'ning nisbati boshqa, ikkinchisiga vuqu'ning nisbati boshqa bo'lib qolgan vaqtimizda mutlaqni muqayyatga hamla qilmaymiz. Ya'ni ibatkida hukm qilgan bo'lsa, bir odam xo'jayindan bersa, bir odamga pul berib, bir odamga tomoq bilan, yalang'och odamga kiyim bilan deb bo'lsa, bu odam buningda hukm qanday qilamiz? Ya'ni buningda buyurilgan odam yani nimaga bo'lmaydi o? Bir dona qusqima ichib qolgan, yalang'och qolgan odamni men deb shart emas. Anladın? Yani bir qusqoch odamni men tomoq qilsa, kiyim yo'q odamni menga kiyim bersa, amrni ijro qilgan bo'laveradi. Yani buni bo'lsa cho'qim bir odam qilsa demaymiz. Chunki ikki olib ketdi, odam ish kiymaydi, bemas. Bizga kirishib ketmaydi. Endi biroq bunda yani hukm muxtalif bo'lib qolgan suratda, ya'ni bu boshqa. Bo'lib qolgan suratda faqat bir xil suratda g'ana mutlaq muqayyatga hamla qilinadi. Ya'ni indal istilzam. Ya'ni birinchi hukmdan ikkinchi hukm lozim qilinadigan. O'ttirda talozum paydo bo'lib qolsa. O'ttirda hukm qarama-qarshi, ya'ni muxtalif. Bunga o'xshamaydi, lekin birinchi hukmdan ikkinchi hukm lozim qilinadigan o'ttirda talozum paydo bo'lib qolgan joyda shu joyda mutlaq muqayyatga hamla qilinadi. Masalan, xo'jayinning birisi bilsa, "A'tiq anni raqabatan va la ta'tiq anni raqabatan kafira." Xo'jayinning birisi bir qulga yoki bir vakil kelibdi. Mening o'g'limda qul ozod qiling.
Mening onamda kafir kul azat qilmang debdi biz. Birinchisi nima? Atiq anni raqabatan degan nima? Mutlaq. İkincisi ve la ta'tiq anni raqabatan kafira degan cho'ng muqayyad. Lekin bu hukm muxtalif. Birincisi i'taq, ikincisi adamul i'taq. Endi mushunda chaqda mutlaq muqayyad hamla qilinadi desa, hamla qilinadi. Nima ish qilsa? Bu yerda kafir kul azat qilmang degan gapdan nima lozim keladi? Mu'min kul azat qiling degan gap lozim chiqadi. Ya'ni bu yerdagi birinchi isbot, ikkinchisi nafiy bo'ldi. Birincisini isbotlasa, ikkinchisi nafiy bo'ladi bu suratda. Birincisini isbotlasa, masalan, menda azat qiling, kul azat qiling dedi. İkincisida kafir kul azat qilmang dedi. Mushunda yerda biz nima gapni qilamiz? Ya'ni kul azat qiling degan buyruqqa amal qilish uchun kafir kul azat qilmang deganga amal qilish, ikkinchisiga amal qila olamiz bu yerda. Ya'ni mu'min kul men azat qilsa, nima qilgan bo'lgan? Ya'ni bu yerda mutlaqni muqayyadga hamla qilingan bo'ldi. Chunki atiq anni raqaba degan ma'nosi atiq anni raqabatan mu'mina degan bo'ldi buning ma'nosi. Mushunda suratda ya'ni ashamandan kafir kul azat qilmang degan gapdan nima lozim keladi? Mu'min kul azat qiling degan gap lozim keladi. Kafir kul azat qilmang degan gapdan la ta'tiq anni raqabatan kafira degan gapdan yalzamu atiq anni raqabatan mu'mina. Bunda suratda mutlaq muqayyadga hamla qilinadi. Endi bu nima bo'lgan surat bo'ldi? Hukm muxtalif bo'lgan surat bo'ldi. Endi hukm bir bo'lib qolgan surat bor. Ya ikki holat bo'ldi-ku, ya muxtalif bo'ladi, ya bir bo'ladi. Endi agar hukm bir bo'lib qolsa, ikki narsaning hukmi bir, o'xshash. Ya ikkinchisi nafiy, ya ikkinchisi isbot. Endi ikkisi bir bo'lib qolsa, endi buni endi ikki xil holat bo'lishi mumkin. Biri hadise bir bo'lishi mumkin. Shu hukmdagi hadise bir bo'lishi mumkin yoki muxtalif bo'lishi mumkin. Agar hadise muxtalif bo'lib qolsa, bir ittifoq nima? Bir ittifoq deganimiz ya'ni Hanafiyniki, bizniki mazhabimizda mutlaq muqayyadga hamla qilinmaydi. Agar hadise muxtalif bo'lsa, hukm bir, hadise boshqa. Masalan, kaffarat az-zihar, kaffarat al-qatl o'xshash. Kaffarat az-zihar nima? Hukm nima o'xshash? Hukm tahrir. Tahrir raqaba. Kaffaratu nima dechu? Kaffaratu qatl xatomi hukm tahrir o'xshash. Hukm bir. Lekin hadisi boshqa. Biri zihar hadisi, yana birisi saballik bilan adam o'tirib silish hadisi. Hadisi boshqa. Bunda olib qolgan chaqda nima bo'lmaydi? Mutlaq muqayyadga hamla qilinmaydi. Masalada. Nimishqa bizde bir kaydı var. Hanefi mezhebinde umumi bir kaydı var. Devamlı kalımız kıyvasa kullanılan. Hanefi mezhebindeki umumi bir kaydı. Yani i'malun nusus bi kadril imkan. İ'malun nusus, yani i'malun lin nusus demek burada. İ'malun lin nusus bi kadril imkan diyen bir umumi kaydımız var. Bizde neslerge imkanın bariçe amel veriş. Neslerge imkanın bariçe amel kılış. Amelin bariçe neslerini pikar kılıp etmezdik. Muşu kaydı Hanefi mezhebinin ön kaydılarının birisi. Muşu sebeptir biz mutlak gibi amel kılımız, mukayyet gibi amel kılımız, mutlak bilen, mukayyet gibi amel kılımız da tutulgan diyet namazmış. Yani i'malen lin nusus. Endi hoş. Mana bu şekilde surette hadis iki hüküm bir, hüküm qası tahrir, hadisi bir böyle keffaratu qatlul xata yine böyle nima keffaratu zihar. Başka. Bunda yerda nima qilmaymiz, hamla qilmaymiz. Agarchi müşahidi biz mutlaqni muqayyadga hamla qilib qo'ysak nima bo'ladi? Xuddi biz ka'annana nasakhnahu bila nasikh. Ya'ni amalning qoldiruvchi yo'q, nasikh yo'q, amalni qoldiradigan qilamiz. Nasikh yo'q bu yerda. Ikkinchisining darsi o'xshash. Avom kitob. O'xshash narsani nima qilib qilgan bo'lamiz? Hamla qilib amalni qoldirib qo'ygan bo'lamiz. Endi u hadise boshqa bo'lgandiki masalada bor. Endi hadise bir bo'lib qolishi mumkin. Hukm bir bo'lishining yana bir ehtimolligi hadise bir bo'lib qolsa. O'xshash bir voqeaga kelgan bo'lsin. Mushu chaqda yana ikki ehtimollik bor. O'xshash bir voqeaga kelib qolsa, buning ikki ehtimollik bo'ladi. Birinchi ehtimollik bu birinchi ehtimollik hadisening bir bo'lishi va mushu hadisiga hukm
Muşu hadisedeki hüküm nimaga kelishi sababga, hukmning sababiga yoki shartiga illatiga kelishi. Endi bu sabab, illat, shart degan hukm vod'iy. Hozir biz ikki narsa biz hukm shar'iy, masalan vojib, mustahab, makruh deganlar hukm nima? Taklifiy, shar'iy, taklifiy. Yana bir hukm vod'iy, sabab, shart, illat degan chiqadigan nima? Hukm vod'iy bo'ladi. Bu shu endi hüküm bir bo'ldi, hodisa bir bo'ldi, lekin hukm bu yerda nima deydi? Sababga kelib qoldi. Hukm sababga kirdi. Yoki illatga kirdi, yoki shartga kirdi. Bu shunda bo'lib qolsa, yine mutlaq muqayyatga hamla qilinmaydi. Buning misoli, masalan, bizga sadaqatul fitr haqida shikoyat kelgan. Sadaqatul fitr haqida shikoyat kelgan. Birinchisi, Peygamber sallallohu alayhi vasallam deydi, "Addu sadaqatul fitri an kulli abdin minal muslimin." Yani Müslümanlardan bo'lgan har bir qulning gadidan sadaqa fitrini ozod qiling, ado qilinglar dedi Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Ikkinchi hadisda nima deydi? "Addu sadaqatul fitri an kulli abdin." Yani her bir quldan sadaqa fitrini ado qilinglar deydi. Demek bu yerda birinchi hadis nima? Muqayyat. "Addu sadaqatul fitri an kulli abdin minal muslimin." İkinci hadis şu, "Addu sadaqatul fitri an kulli abd." Mutlaq. Endi mishadiki mutlaq muqayyatga hamla qilinmamdi desa, hamla qilinmaydi. Nima hamla qilinmaydi? Endi bu şeyni chiqaradigan bo'lsak, bu yerdagi nima bor hozir? Hukm bir, addu. Ado qilinglar. Hukm bir. Sadaqatul fitr. Tabi hadisi bir. Ma'lum şu hadisi bir, ama hadisi bir. İkinci hadisi bir. Endi hadisi bir oldu. İkincisi hukm bir, ado qilish. Hadisi bir, sadaqatul fitr. Biroq nima uchun hamla qilinmaydi desa, bu yerdagi hukm sababga kelib qolgan. Hukm rasmiy hukm shar'iyga kelmay, nima kelgan? Sababga kelib qolgan. Ya'ni sabab kelib qolgan degan nima deganda, bu yerdagi sabab sadaqatul fitrga sabab nima? Sadaqatul fitrning vojib bo'lish sababi nima? Ya. Ra'sun yamunuhu. Odam beshi. Yani can. Kan ailede bir aile başka qancha canlı ega bo'lsa, shu canның hammasi mushtiqat qilgan balig'ini nima qiladi? Sadaqat vojib bo'ladi. Sadaqat fitr nima sabab? Yani hukm nima bilan aralashib bog'liq qolmaydi? Sabab bilan bog'liq qolganda, unda bo'lgandan keyin shu yerda mutlaq muqayyatga hamla qilinmaydi. Nima ish hamla qilmaydi? Ya'ni nima bo'ldi? Sababga kelib qoldi. Sababga kelib qolgan. Agar shu hukm shar'iyning o'zi kelgan bo'lsa edi, nima bo'lmaydi? Hamla qilinadi. Hamda hamla qilmaganda qanday amal qilamiz desa, u chaqda qanday qilamiz? Ya'ni bir xo'jayinning qishda bir musulmon qul bo'lsa, nima qiladi? Sadaqa fitrini berdi uni. Uni qishida kofir qul bo'lsa, men nima qiladi? Sadaqa fitrini berdi. Nimishqa? Ikkinchi rizq biz mutlaq bilan muqayyatga amal qilamiz. Muqayyatga musulmon deb amal qilamiz, mutlaqga mutlaq bilan amal qilaveramiz. Nimishqa? Chunki sabab kelib qoldi sababga. Endi üçüncü ahirgisi eğer hüküm bir, nispet bir, vuku nispet bir, hadise bir. Endi bu vuku nispet olan hüküm nemaga kelsa, hüküm şer'iga. Sebepga kelmay, hüküm şer'iga kelgan bo'lsa, shu chaqda mutlaq muqayyatga hamla qilinadi. Buning misoli, masalan, Qur'on Karimda Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu qiroatida mesela qasamning kafarati Qur'on Karimda deb kelgan, bunday qilinglar deb kelib oxirida nima salasatu ayyam. Siyamu salasatu ayyam. 3 kun ro'za tutish deb kelganman. Bu shu 3 kun ro'za tutish degandagi Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhuki qiroatida qanday kelgan? Salasatu ayyamin mutatabi'at deb kelgan. Mutatabi'at. Bu shu suratda mutawatir bo'lgan qiroatda mutatabi'at degan gap yo'q. Av şaz, kıra şazada ba. En müşahede mutlak mukayyetki hamle kılınır. Mutlak mukayyetki hamle kılınır. Nemişka? Çünkü müşahedeki hüküm şer'ini bayan kılış çünkü gen. Sebebini bayan kılış çünkü emez. Müşahedeki hükümün üzeri hüküm dekhala alel hükmü şer'i. Yani vuku'un nisbe demek ki de şer'i hüküm yani 3 gün roza tutuş diyen gibi. Müşahedeki hüküm demeydi hüküm şer'i 3 gün roza tutuş vacip. Geldiğinde 3 gün roza tutuş vacip diyen gapga kelganlik uchun mutatabiat degan
mush qayd nima deydi? Hukm shar'iy ifodalash uchun. Shukun oqimi oqi ro'za tutish deb. Shukun ro'za tutish deganga oqimi oqi tutish degan yana bir hukm bor. Hukm shar'iy. Andan sabab emas, illat emas, shart emas. Anda kelganlik uchun mishada nimaga hamla qilinadi? Mutlaq muqayyatga hamla qilinadi. Demak, bizda faqat ikki xil holatda. Agar qilgan xulosani kelsak, xulosani kalam, ya'ni shartu hamlil mutlaqi alal muqayyad. Hadi xulos kalaman. Shartu hamlil mutlaqi alal muqayyad birinchi ittihad al-hukm va ittihad al-hadisa, ittihad al-hukm va ittihad al-hadisa va ay yadkhul al-hukmu ala al-hukm al-shar'i la ala sabab al-hukm. هذا هو خلاصة الكلام. شرط حمل المطلق على مقيد اتحاد الحكم واتحاد الحادثة وأن يدخل الحكم على الحكم الشرعي لا على سبب الحكم. ياكي يعني تغمي غنجق بقاسك عموم جهة أجر حكم يعني جملة كي نسبة يعني نفي إثبات قبوغان نسبة قارم قارش بلا بقاسة باشق بلا بقاسة شكي نسبة بوجهة فقط لم أشوف birinci neslin ikinci nesl lazım kıladigan ikkisini o'tirishda talazum bo'lib qolgan chog'da nima qilinadi? Mutlaq muqayyatga hamla qilinadi. Endi bu tugadi, boshqa suratda hamla qilinmaydi. Ikkinchi suratda ikkisi hukm bir bo'lgan, hodisa bir bo'lgan suratda, hodisa boshqa bo'lib qolib qolsa hamla qilinmaydi. Hodisa bo'lib qolib qolsa, endi bu vuqu'un nisbiyada sababga kelgan bo'lsa hamla qilinmaydi. Agar sabab kelmay nima hukm shar'iy ifodalash uchun kelgan bo'lsa va mutatabiat degandek, ya'ni hukm shar'iy hukm ifodalash uchun kelgan bo'lsa, nimaga mutlaq muqayyat hamla qilinadi. Mana bu shu. Bu biroz murakkab bo'lganlik uchun o'tgangi darsga qatmadim, lekin bu muhim hamda bu ikkinchi tavdih degan kitobda tafsili chiqadi. Buni deb qo'yish muhim bo'lgan gapning birisi. Hamlul mutlaqi alal muqayyat. Endi biz mushtarak darsni deb ketaylik. Endi bugungi darsimiz mushtarak. Xo'sh. Mushtarak degan o'rtoqlashish, shiriklashish degan gap. Bir narsaga shiriklashish, o'rtoqlashish degan gap. Bizniki istilohiy ma'nosi ko'p ma'nilik so'z degan gap. Ko'p ma'nilik so'zlar. Ya'ni lafz bir, lekin ma'ni ko'p. Ikkidan ko'p bo'ladi. Endi bu mushtarakniki nimada istilohiy ma'nolar bo'ladi. Mushtarak deganning istilohiy ma'nolari ta'rifi. ما هو المشترك؟ تعرفي المشترك لفظ وضع وضعا كثيرا لمعنيين فصاعدا بلا نقل. ملخص رونا تعرفه. يعني المشترك لفظ وضع وضعا كثيرا لمعنيين فصاعدا بلا نقل. مشترك تجان ماذا؟ مشترك تجان ما بكتب يقبل. مشترك تجان lafız diye bir cins ende. Yani kanda bir lafız olsun. Hemmesi kirpide lazım. Bunu kendi vudi'a diyenlikin vada. Kuyalı diyen gapten muhmelatı çıkıp ediyor. Endi biz vada diyenle biz naydı vada diyen muhim bir gap bu. Bunu kinki derslerde zamanda manum yukarı kitabı düşündürümüz vada diyen birine çıkıp bulundu. Bir vada şahsi. biri vada nev'i, yani biri vada cüz'i, yani biri vada kulli, yani biri vada tahqiqi, yani biri vada ta'vili. Bir qancha bo'ladi. Anladın? Bir qancha holatdan boshqa chiqdi. Nayt bu vadaga ayrim bir bilim bu. Hatta bir ayrim bir kitob bo'lishga arziydi. Vada degan so'zning o'zi ayrim bir kitob bo'lishga arziydigan gap. Murakkab. Biz endi yomon oddiylashtirib deb topamiz endi. Vada degan gap takhsisul lafzi بإزاء المعنى يعني تخصيص اللفظ للمعنى بحيث يفهم المعنى بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى مش ما بدأ يعني كي اصطلاحي ما نسموش يعني بدأ يعني جاب bir sözne bir ma'noga xoslash, tayinlash. Asad degan so'zni nima hayvonning muftarisiga bir yirtqich bir jonivorga yoyiladi va yirtqich bir jonivorga nima xoslash, qo'yish. Shunga tayinlash. Qanday qilib desa haythu iza utliqa al-lafz qachon bu so'z ishlatilsa shu hamon fuhimal ma'no.
ma'ni tushuniladigan darajada. O'shqi kallı qoldirib o'tirib bunga lug'atga qarab qolmasak-ma, shir degan aman darhol ko'z oldimizga o'sha hayvon kep bo'lsa, mushuni bo'ldi vada. Endi vad'an kesiran dedik. Vad'an kesiran. Vad'an kesiran degan gapimizdan nima chiqib ketdi? Mush vad'an kesiran degan gapdan dekiday xoslar ham chiqdi. Xos am bi vad'in wahid. Xos am faqat bir narsaga qo'yilgan. Vudi'a li ma'nan wahidin bi vad'in wahid. Amcho vudi'a nima li ma'ani yoki li ma'nan wahidin ala sabil ash-shumul bi vad'in wahid ala sabil ash-shumul, ya'ni yatanawalu afradahu kullan. Xos faqat bir ma'niga qo'yilgan bir shaxsni o'chiga oladi, bir vada bilan, bir quyosh bilan. Amcho bir ma'niga umum bir ma'na, lekin shu ma'nining afrodlarini hammani o'chiga oladi. Xos shu ma'nining afrodlarini faqat bir paytni o'chiga oladi. Am shu ma'nidagi afrodlarni hammasini o'chiga oladi, lekin bir vada bilan oladi. Vada bir. Mushtarakcho vada mutaaddid. Mushtarak masalan bir ma'nayni fasayda mushtarakning en az ikki ma'nosi ikkidan yuqori. Ikkidan yuqori ma'nosi bo'ladi. Masalan kalimat qur desak ikki ma'nosi bor. Hayd va tuhur. İki ma'nosi bor. Buningga endi vadi'ul lugha söz qo'yuvchilar shu bir qo'ygan bir qo'shib ikki tan qo'yganimiz yo'q. To'g'rimi vada nima deb qo'ygan, qurb deb qo'ygan, nimaga haydga to'g'ri ikki qatim qo'ygan. Buning sabablarini hamma hech qanday qo'ygan deganda hamda shu kitobda qo'ygan gap. Andan ya unutib qo'ygan, yoki bir qabila buni deb atgan, yana bir qabila o'xshash buni unda ishlatganligini bilmaydi deb atgan, xuddi hozir o'zbek qirg'izlar bilan ba'zan gapni biz masalan marjon desa, hozir o'zbeklar marjon desa nima ishlatadigan? Masalan marjon emas, turklarning gapini ishlatib qo'yadi. Masalan turklar angladim deydi. Angladim degan so'zni turklarning ishlatadigan, tushundim degan ishlatadigan, fahimtu degan gapga. Lekin biz nima ishlatamiz? Biz Uyg'urlar yana quloqimda eshitdim degan gapga ishlatamiz. O'zbeklar angladim degan gapni shuning yaqin ishlatadi ekan. Lekin eshitdim deganga uni ishlatmaydi ekan. Demak biz so'zlarni ayna almashtirib bir qabila bir so'zni ma'ni ishlatsa, bir qabila shu so'zni o'zini boshqa bir ma'ni ishlatgan mishani mushtarak qilib chiqqan. Bunda shunga vada mutaaddid mushtarakni tushunish. Demak buni vada mutaaddid bo'ldi. Bila naql. Endi bizda naql deb bir so'z bor, u ayrim gap. Naql degan gap yani bir so'zning asli ma'nini yutkirib boshqa bir ma'niga yutkilishi. Yutkilib kuchab, yutkilib ketadigan. Asli boshqa ma'niga qo'yilgan. Bu majoz emas, naql degan majoz emas. Majozning boshqa narsa manqul deb manqul. Buni inshaalloh vaqt kelganda tushuntiramiz. Endi buni tushungan bo'ldik. Mushtarak degan nima edi? Mushtarak degan nima? Lafzun wudi'a wad'an kaseeran li ma'nayn fasa'idan bila naql. Ana degan bila naql degannikilar bizning bila naql degan gapimiz bilan bir ma'ni ko'chmagan degan gapdan ism manqul chiqib ketdi. Endi 5-dagi am xos chiqib ketdi. Bi wad'in wahid degan wada' wahid degan gapning wudi'a degan gapdan majoz ham chiqib ketdi. Chunki majoz degan nimaga ma wudi'a alayhi ishdan ishlatilmaydi. Majoz asli qo'yilgan obyekt ishlatilmasdan boshqa bir ma'niga ko'chirib ishlatiladi. Unda o'g'andagi majozmi chiqib ketadi. Demak bizlar ismdan qo'l majoz am xos chiqib ketdi mushtarakniki nimasidan ta'rifini chiqib ketdi. Endi mushu mushtarak ikki xil bo'ldi. Biri mushtarak lafziy, ya'ni biri mushtarak ma'naviy. Endi mushtarak ikki qismga bo'linadi. Biri mushtarak lafziy, ya'ni bir mushtarak ma'naviy. Mushtarak lafziy, mushtarak ma'naviy. Biz usulda so'zlaydiganimiz mushtarak lafziyni so'zlaymiz. Mushtarak ma'naviy emas. Oldi bilan biz mushtarak lafziy, mushtarak ma'naviyni tushunib yetishimiz kerak. Nima u? Mushtarak lafziy deganimiz buni ta'rifi. Lafzun, mushtarak lafziy. Lafzun ittahada lafzu va ta'addada wad'uhu va afraduhu va ma'nahu. Ittahada lafzu va ta'addada wad'uhu va afraduhu va ma'nahu. Mushtarak lafziy degan lafz, so'z bir. Lekin bu so'zniki vaz'i ko'p. So'z bir. Bu so'z bir qancha ma'niga qo'yilgan.
Bir qancha ma'niga bir qatim qo'yalım, bir qatim emas. Ayrim. Masalan, kalimatu ayn. Kalimatu ayn degan so'z bir. Lekin bu so'zning bir qancha ma'nosi bor. Ko'radigan ko'z, jasus, nahmal, mal, oltin, kumush, oqadigan buloq. Bir ma'nosi bor. Mushu ma'nodagi bir qatimni qo'yilgan ma'nosi yo'q. Har bir ma'niga bir qatimni ayrim qo'yilgan. Ya'ni yuqoridagi sabablar ya so'zni qo'yuvchi unutib qolgan sababdan yoki boshqa qabila ma qabila ayn degan gapni ma'ni qo'ygan, a qabilani qo'ygan, endi qabila o'xshamas sababni qo'ylab qolgan. Ha. Endi bunda ahvol yuz beradi, bak. Hamma tillarda bor ish. Buni tushungan bo'ldik. Endi va ta'addada afrod degandan keyin bir muncha ma'nolar bor degan. Ma'nosi bosh ko'payna. Tamam. Endi mushtarak ma'naviy degan nima davomida? Mushtarak ma'naviy deganimiz lafzun ittahada lafzu va wad'uhu va ma'na va ta'addadat afrod. Mushtarak ma'naviy deganimiz bir so'z, lafz bir, so'zning so'z bir, ma'nosi bir, vad'i bir qatim qo'yilgan. Bir ma'niga qo'yilgan, bir qatimda qo'yilgan. Lekin shu bir so'z, bir lafz, bir vada, bir ma'niniki va ta'addadat afrodu. Faqat farqlari ko'p. Ma'ni deb ataladi, mushtarak ma'naviy deb ataladi. Masalan, kalimat inson va as'ab. Masalan, inson desam, inson degan so'z nima? Inson degan lafz vahid. Buning ma'nosi bir ma'niga dalolat qiladi, hayvonun natiqqa dalolat qiladi. Ma'nosi bir. Vada vaziyatga qo'yganda shu bir vada ikki vaziyat emas. Lekin inson degan so'zning afrodi shu, farqlari. Ahmad mi inson, Mehmet mi inson, To'xti mi inson, hammasi inson. Undan keyin mushtarak ma'naviy degan nima bo'lgan? Afrodlar ko'p ekan. Afrodi ko'p, lekin lafz bir, ma'ni bir, vada' bir, afrodi ko'p. Shuningdek, ma'no nima bo'ldi? Mushtarak ma'naviy deb ataladi. Ammo buni mushtarak ma'naviy kulli mutavati, kulli mushakkak deb ikkiga bo'linadi. Buni nimada? Ilm mantiqda chiqadi. Mutavati. Masalan, inson desam kulli mutavati. Inson desam kulli mutavati. Ya'ni hamma insonning hayvonun natiqda o'xshash. Inson desam hammasi hayvonun natiq degan mohiyatda o'xshash. Ma bak inson ekan, ma boshaq inson ekan degan gap. Hammasi inson. Vajat. Kulli mushakkak deganimcha, masalan, men jidar abyad desam, oq tam desam, oq tamniki tamning oqligi mushakkak. Tamning oqligi qog'ozning oqligiga o'xshamaydi. Qog'ozning oqligi nima o'xshamaydi? Sutning oqligiga o'xshamaydi. Ya'ni darajat, muxtalifun fi darajat. O'sha ham bizning maktabda mushtarak ma'naviy maktab. Endi buni bilib bo'ldik. Endi asga chiqishlik ish biz usul fiqhida o'qiydigan mushtarak qolsa mushtarak lafzi. Mushtarak ma'naviy emas. Biz mushtarak lafzini o'qiymiz. Buni bildik. Endi mushtarakning hukmi nima? Mushtarakning hukmi bor. Mushtarakning hukmi at-tawaqqufu wat-ta'ammulu liyatarajjah al-ma'na al-murad min bayn al-ma'ani hatta law lam yatarajjah المعنى بأن انسد باب ترجيحه يكون المشترك مجملا. عندنا مشترك نوع بما مشترك نوع ما تطبطرش أمل قماس شوية بس بلكي هي أشوف مشترك نوع معنى لردن birer ma'na nima kuch tepish uchun mushtarakning ma'nolaridan birer ma'noni kuch tepsa shuni amal qilsam degan niyatni to'xtab turgan gap. Yani qarisiga amal qilmay buni ta'vil qilish bilan ma'noni bir topsam bo'ldi degan niyatda to'xtab turish. Undan keyin agar shu mushtarakning ma'nolaridan birasi kuch tepib qolib qolsa buni nima aylanadi? Muavvalga aylanadi. Agar mushtarakning ma'nolaridan birasi kuch topmasa, hamma ehtimollar tang-tanglab qolsa, hamma ma'no tang-tang ehtimol tanglab qolgan chog'da bu mushtarak mujmalga aylanib qoladi.
Mucmelga aylangandan keyin ham bunga ta'vil yo'li yo'q. Mucmel qachon mufassirga aylanadi? Faqat lam minal mujmil. Mujmil tarafdan bunga bir sharh kelsa, buni nimaga aylanadi? Agar dalil qat'iy bilan kelsa mufassir bo'ladi, agar dalil zanniy bilan qilib qolsa mubayyan bo'ladi. Ya'ni muavval bo'lmaydi. Mujmal muavval bo'lmaydi. Demak, mujmal degan cho'qim mujmildan bayon qilish kerak. Mujmil degan bayon qat'iy kelsa mufassir. Agar zanniy gap qolsa mubayyan. Lekin yana amal vojib qiliyor o'xshash. Ammo buni ta'vil yo'li yo'q. Ra'yi bilan bunga yo'l yo'q. Endi mana shunga bo'ldik. Mushtaraklik hukmini tushundik. Endi mushtarakka yana bir ikkinchi hukmi vala umumala. Mushtarakning nima amligi yo'q. Mushtarak am bo'lmaydi. Mushtarak biz umumul majazda bir gap so'zladik burun. Haqiqatan majaz jam kelmaydi dedikmi? Xuddi shuningdek mushtarakning amligi yo'q. Mushtarakniki hamma ma'nolarga o'xshash, hamma ma'nosi ko'zda tutilmaydi. Endi bu mushtarakning amligi yo'q degan gap murakkab gap endi. Buni bir alohida tushundirish to'g'ri keldi. Ya'ni bizning mazhabimizda la umuman lil mushtarak. Bizniki mazhabimizda mushtarakning umum mutlaqo oldinimiz amligi yo'q. Lekin Imom Shofiyning mazhabida mushtarakka qisman ahvollarda amliq bor deydi. Mushtarak qisman ahvollarda am bo'ladi deydi. Endi bizniki ko'p jumhur mazhabimiz mutlaq shaklda mushtarak am emas, am bo'lmaydi. Faqat bir ma'no ko'zda tutiladi. Agar tutilmasa mujmal amal qilinmaydi. Endi bizniki olimlarimizning, keyingi olimlarimizning sahibul hidoya Imom Marg'ilani va buning sharhini mesela İbnül Kamal, İbnül Humam minel muhaqqiqin mushulardan mushtarak faqat bir ahvolda am bo'lib qoldi. Ya'ni inda nafi. Mushtarak nafi degan qolib qolsa, shu chaqda am bo'ladi. Undan boshqa chaqlarda am bo'lmaydi. Masalan, bir odam qasam ichgan bo'lsa, ana la ukallimu ala mavalik deb qasam ichibdi. Dedim. Men sizniki yoki ala mavali. Mening mavalilarimga men nima qilmayman, gap qilmayman deb qasam ichgan bo'lsa, mushtarda mushtarak am bo'ladi. Maval degan so'z mavla. Mavlani ko'p shakli. Mushtarak. Mu'tiq ala al-mu'taq. Mushtarakun fil mu'tiqi wal mu'taq. Azod qiluvchi va azod qilinuvchi haqida. Nima? Bu mushtarak, o'rtaq. Endi mushu qachon nafiy surat kelib qolsa am bo'lib qoladi. Ya'ni men sizningki mu'tiqinga mavlaning gap qilmayman deb qasam ichgan bo'lsa, bu o'sha odamniki agar usti tarafdan bir mavlasi, ostki tarafdan bir mavlasi. Ya'ni xo'jayini so'ragan, buni ozod qilayotgan xo'jayini so'ragan, bu ozod qilayotgan qul ekan bo'lsa, mushu chaqda am bo'ladi. Ya'ni o'sha odam agar xo'jayinga gap qilsa, qasamxona so'radi, agar qulga gap qilsa, qasamxona so'radi. Deydi-ki, İmam Marg'ilani bilan Kamal ibn Humam. Bundan boshqalar yo'q. Ya'ni u faqat agar bilinmagan amal qilinmaydi. Agar bilinmasa amal qilinmaydi. Ma'u mazhabul jumhur. Usul Shashimi degan bizga nima deb bildi shu mazhabul jumhurni deb bildi. Lekin at-tahqiq ala hada yani. Kamal ibn Humam bilan Marg'ilani tahqiq qildi. Ammo yo'qligi olmaydi. Muhaqqaq. Lekin mazhabul jumhur biz shuni bilishimiz kerak. Jumhur degan gap muhim gap. Jumhur degan gap bak muhim gap. Endi biz la umuman lil mushtarak degan gap emas. Nima degan gapsa, ya'ni annahu la yajuz ay yurada bil mushtarak fi isti'mal wahid kull wahid min ma'nayihi wa ma'anihi. Hatta walau amkana jam'uhuma ka ahsin mawlak. Yani mushtarakning umumligi yo'q, mushtarak am bo'lmaydi degan nima degan gap desa, ya'ni mushtarakni bir so'zliga bir so'zni bir qitim ishlatishda bizda istimalun vahid, itlaqun vahid deb gap bor. Ikki ishlatishda mana bu mushkula. Bir qitim ishlatganda ayn jasus, bir qitim ishlatganda ayn basira deb mana bu mushkula. Mushkul yo'q. Lekin gaplarda bir qitim ishlatganda ikki ma'noni iroda qilishda gapmaydi, mavjud bo'lmaydi. Bir qitim ishlatishda. Endi Imom Shofiy nima deydi? Agar bu ikkisi iroda qilish mumkin bo'lsa, am bo'ladi, mumkin bo'lmasa bo'lmaydi deydi.
Bizning mazmunimiz shu. Velav amkana jam'uhuma. İkisini jamlab chiqqan amal qilish mumkin bo'lsinmi? Nima emas? Am bo'lmaydi. Masalan, bir adam ahsin mavlak debdi. Sen mavlayingga yaxshilik qilgan bo'lsa, bu yerda ikkini ma'zuriyat qilish mumkin bo'ladi. Ya'ni masalan, xo'jayinizga yaxshilik qilsa, azod qilayotgan xo'jayinizga azod qilayotgan qilsa yaxshilik qilsa bo'ldi bu odam. Lekin mushunda edi bizda, bizniki mazmunimizda nimadagi umumlik yo'q. İmam Şafii nima deydi? Bunda yerda bo'ladi lekin bunda masalan if'il deb turibdi. If'il degan yerda if'il deganning mushtarak hamdir. Vojiblikni ehtimol vojiblik, mustahablik, tahdid deganday birmuncha. Bir if'il degan gapni shuni gapni rad qilish mumkin emas. Bu mumkin emas. Lekin bu yerda mumkin. Mumkin bu yerda mushtarak am bo'ladi, mumkin bo'lmaydi. Am bo'lmaydi. İmam Şafii bizda mutlaq am bo'lmaydi. Endi biz anda da la umumul müşterek degan gapdan tahriru mahallin nizo qilishimiz kerak. Tahriru mahallin nizo. Chuqur. Shuni bilish kerakki, mushtarakniki boshqa ko'p ma'nolarga dalolat qilishi, mushtarakning ko'p ma'nolarga qo'yilishi jihati 4 xil ahvol bo'ladi. Biz müştahrir mahalli nizo ixtilofni o'rni tepib chiqishimiz uchun bir 4 xil ahvol bor. Müştahrir ahvolni atrofli bilib chiqqandan keyin nada ixtilof bor, nada ixtilof yo'q deb chiqa olamiz. Birinchi ahvol, birinchi holat. Müşterek lafzi ishlatiladi bir itloq vahid. Bir itloq bilan, bir ishlatish bilan, bir iste'mol bilan bir müşterek lafzi ishlatiladi. Ikki ma'noga uni ko'proq hamda. Tamam. Onun bilan aşı müşterek lafzidan ikki ma'noning biri iroda qilinadi. Biri iroda qilinadi. Bunun da nima yo'q, talaq tartish yo'q. Masalan, kelimat quru degan so'z ishlatildi. Bundan ya nima iroda qilindi, hayz iroda qilindi ya farq iroda qilindi. Bunun da bizning aramizda nima yo'q, talaq tartish yo'q. Bu to'g'ri xolos. Bu tugidi. Ikkinchi xil ahvol. Müşterek söz ishlatiladi. Bundan ikki so'zning biri iroda qilinadi. Uning ma'nolaridan, shu ma'nolar ko'p ma'nolardan biri iroda qilinadi, lekin min g'ayri ta'yin, min g'ayri ta'yin. Chuqur mush emas. Ya ma'u ya ma'udir. Ya ma'u ya ma'udir. Masalan, liyakun lawnuka jawnan. Liyakun lawnuka jawnan dedi. Sanangiz javn bo'lsin. Dedik ya bundan javn degan nima? Kelimat min lug'at ad-dat. Aq qara degan. Javnning ma'nosi aq qara. Hamda sizningiz aq qara bo'lsin degan gapdan biz bunda yod qilamiz. Sizningiz ya aq bo'lsin, ya qara bo'lsin. Buni ham joizligida ixtilof yo'q. Ya'ni tayin yo'q, lekin ya ma'u ya ma'u. Ya ma'u ya ma'u bo'lsa, bidun tayin yine ma fi mushkila. Bunun da ham ixtilof yo'q. Bunun da müşterekning umum bo'lishida bundan nima yo'q? Ixtilof yo'q. Bu laysa mahallul xilaf. Üçüncü holat müşterek yutlaqa ve yurada bihi mecmu'u ma'nayhi min haythu huwa al-mecmu'u fi itlaqin vahid. Üçüncü holatda müşterek söz ishlatiladi. Bunun bilan şu müşterekning ma'nolaridagi o'rtaq bir noktası iroda qilinadi. O'rtaq noktası. Anında hammasida bo'lgan bir nokta var. Onun da mı tepiladi, bunun da mı tepiladi, bunun da mı tepiladi. Umumul mecazdek. Hemen tepiladi bir nokta var. Muşunun da şekli bir itlaqda, köp itlaqda emas, bir itlaqda, bir işletişte şu hemen ma'nodagi bir o'rtaq tarafidagi sheriklashishi. Anladın? Bu sheriklashishim hamda, bu sheriklashishim. Agar haqiqat yo'li bilan bo'lsa, joiz emasligida bil ittifoq joiz emas. İmam Şafii joiz emas deydi, imam bizim joiz emas deymiz. Agar shu ikki so'z bor, mushtarak so'zniki ma'nosi birisi haqiqat, birisi majaz iroda qilsa, bu mu la yajuz. Bunun da bir ittifoq iroda qilinmaydi. Faqat oxirida biz qoldik. Agar majaz bo'lib qolsa, bir so'z mushtarak so'z ishlatildi, bunun iroda qilingan hamma ma'nolardagi o'rtaq majmu' bo'lgan bir ma'no
o'rtaq bir ma'no iroda qilindi. Bu majaz bilan iroda qilindi. Hammasi majaz bilan. Hamda haqiqat yo'q. Bo'lsa bu bil ittifoq nima joiz. Mobil ittifoq joiz. Hamda buni misol appasim shunisi. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Çünkü sizga Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salat o'qiydi. Siz ey mu'minlar, sizlar payg'ambarga salat salom yo'llanglar degan nima oyat. Mushu oyatda salat degan so'z mushtarak. Hamda Alloh taologa bu salat Alloh taologa bo'lsa Alloh taolo payg'ambarga rahmat qiladi degan ma'noda aytamiz. Bu salat firishtalar bo'lganda istig'for aytadi deb aytamiz. Mu'minlar uchun bo'lgancha duo qiladi. Payg'ambarning haqida yaxshilik tilab duo qiladi deb ma'no aytamiz. Endi bu shu mushtarak hozir. Mushu salatni hozir mushada shu ma'ni bir iroda qilingan bo'ldi. Qanday iroda qilindi bu? Mushtarakdan hamma narsa iroda mumkin emas desa, bu yerdagi o'rtaq bir nuqtada jamlashgan bo'ladi. Bu yerdagi o'rtaq nuqta qolsa al-majmu'. Ya'ni Alloh taoladan, farishtalardan va mu'minlardan hammasinin o'rtaq bo'lgan bir o'rtaq talab, o'rtaq bir ma'no bor, majaz yo'ldan bo'lgan ma'no. Majaz ma'nosi. Haqiqiy ma'no emas, ha? O'z i'tina. I'tina. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarga i'tini. Farishtalar payg'ambarga i'tini. Mu'minlar payg'ambarga ey mu'minlar sizlar bu payg'ambarga i'tanu. Ko'ngil bo'ling. Endi bu i'tina Alloh taologa bo'lganda qanday bo'ladi? Rahmat qilish. Alloh taolo payg'ambarga rahmat qilish bilan ko'ngil bo'ladi. Ha, farishtalar payg'ambarga istig'for aytish bilan ko'ngil bo'ladi. Ey mu'minlar sizlarmu payg'ambarning haqida yaxshi duo qilish bilan payg'ambarga ko'ngil bo'linglar. Aytadi. Mana shunda batadimi shu al-majmu'. Agar bu majaz bo'lsa, bu ham joiz. Buningda ham Shofiylar bizning yo'q, ixtilof yo'q. Eng oxirida biz qoldik. Eng oxir. Unda ixtilof nada? Desa, 4-chi qilib ay yutlaqa lafzul mushtarak va yurada bihi kullu wahidin min ma'nayihi bi itlaqin wahid. Ya'ni bu mushtarak so'z ishlatiladi. Bu mushtarak so'z bilan buniki ma'nolardan hamma ma'no bir ishlatish bilan bir itloq bilan hamma ma'nosi iroda qilinadi. Endi qanday qilib desa, masalan, ya'ni shu hamma ma'nolari nima bo'ladi? Buni hukmi isbot nafiy aloqador bo'ladi. Ya'ni qanday bo'ladi? Kullu wahid minhuma manatul hukm va mutaalliqul isbot va nafiy. Ya'ni biz nima dedik qayta hukm deganni, hukm degan amr isbot amrin li amrin aw nafyuhu anhu dedik shunday. Ya'ni buningda ishlatiladi, hamma ma'nosi iroda qilinib, qanday iroda qilinadi? Agar isbot bo'lsa, hamma ma'nosi bir isbot kelgan bo'lsa, isbot nafiy kelgan bo'lsa, nafiy. Hammaga mavis isbotlab, mavis nafiylab, mavis isbotlab chiqqan shaklda hammasi iroda qilinadi. Mana mushu talash tortish mahallun nizam ishadi. Mahallun nizam mushu. Endi mahallul xilofuna, bir shayga ixtilof qilingan ya bo'lsa, nima deydi? Bizda Hanafi mazhabida biz deymizki, ya'ni bir lafz ishlatilib, mushtarak lafz. Buningdan buni hamma ma'nosi qo'yi. Buni hamma ma'nosida iroda qilish mumkin bo'lsin. Qo'yi mumkin bo'lmasin, la yajuz. La umuma lil mushtarak deymiz. Imom Shofiy nima deydi? Agar mumkin bo'lsa, la ya'um, agar mumkin bo'lmasa la ya'um deydi. Masalan, bir shayda. Qolgan oldidagi 3 xil suratda ixtilof yo'q. Buni bildik, ha? Endi masalan bir adam besh so'zlab bermaydi. Imom Shofiy nima deydi? Qur'on deganni o'qishida Shofiylar bizning oramizda o'xshash nima yo'q, ixtilof yo'q. Qur'on degandan hayz poklik tan iroda qilinmaslikda Imom Shofiy nima tan iroda qilinmaydi deydi. Biz mi tan iroda qilmaydi deymiz. Ma'no ixtilof yo'q. Chunki mumkin emas. Salasi to'g'ri degan gapdan tan nima qilish, poklik va hayzni iroda qilish mumkin emas. Endi bizniki shu mazhab ishimizdan Marg'inani bilan kim Ibnul Humam faqat shu nafiy kelib qolsa, mushtarak so'z nafiy kelib qolsa, shu chaqda hammasi iroda qilinadi dedi. La ukallimu
ala mavali dese mesela qasam ichgan bo'lsa, bundan agar bir dani ustun tarafdan ozod qilgan mu'tiqsi bo'lsa, asl tarafdan ozod qilgan mu'taq bo'lsa, qaysining gap qisqacha ma'nosi bo'ladi deydi. Buni tushundik. Ammo bizniki bu jumhur mazhabida unda qismi, bunda qismi nima yo'q, mushtarak am bo'lmaydi dedik. Endi xulosatul kalam, xulos kalam oxirgi la yajuzu umumul mushtarak bi tariqil haqiqa. Mushtarakning umumligi haqiqat bilan joiz bo'lmaydi. Nimishqa? Li'anna al-wad'a li kulli wahidin minhuma bil istiqlal. Chunki mushtarakning ma'nilaridan har biriga qo'yilganda mustaqil qo'yilgan. Mesela ayn degan so'z ayn bosirga mustaqil qo'yilgan, ayn jariyaga mustaqil qo'yilgan, zahabga mustaqil qo'yilgan, jasusga mustaqil qo'yilgan. Hammasi ayirmaydi. Endi qo'yilishi mustaqil qo'yilgan. Unda qanday bu nima yaqtadi hada al-istiqlal infirad al-ma'na va adam ijtimai ma ghayri. Mush har bir vada ayrim bo'lgan vada nimani taqozo qiladi? O'ziniki shular bizning shu faqat shu ma'naga dalolat qilishni taqozo qiladi. Her birisi faqat o'ziniki ma'nosiga dalolat qilishni taqozo qiladi. Chunki bir qo'ylashi amdek, bir qo'ylashi hammaga dalolat qilmaydi-da bu. Ayrim qo'ylash dedikmi? Unda olgandan ma'noni ayrim yolg'iz nima qilishni iroda qilma. Eng muhim bo'lgan gap bu. Endi majaz bilanmi nima qilmaydi? Nima bilan mushtarak haqiqat bilanmi am bo'lmaydi, majaz bilanmi am bo'lmaydi. Nimishqa majaz bilan bo'lmaydi? Chunki agar biz majaz bilan am qilib qo'ysak mushtarakni. Birinchi ma'no haqiqat bo'lishida yo'q shak yo'q. Birinchi ma'no haqiqat bo'lishi shak yo'q. Qolganini majazlab qolib jamlash desak, bu yerda haqiqat bilan majazni jamlash kelib chiqadi. Bizning mazhabimizda haqiqat bilan majaz jamlashmaydi. Mumkin emas bu asli. Men beshni tushundim-ku. Masalan, ra'aytu asadan yarmi desam, ra'aytu asadan degan men bir shayni ko'rdim. Hayvonni ko'rdim, yirtqich hayvonni ko'rdim degan bo'ladi. Uni keyin asad degan keyin yarmi gap qilgandan keyin men o'qitayotgan shayni ko'rdim desa, bundan bu yirtqich hayvon emas, balki jasorat bir odam ko'zida iroda qilinadi. Bu ikkinchisini iroda qilish mumkin emas. Ikkinchisini iroda qilish mumkin emas. Anladin? Chunki shirga o'q atanmaydi. Shu o'q atgan odam degan shir bo'lmaydi. Xuddi shunday aytmayaptimi? Agar majaz bilan mushtarak afratlar jam bo'ldi desak, nima bo'lib qoldi? Haqiqatan majazning jam kelish kelib chiqadi, bu ham joiz bo'lmaydi. Demak, bizniki bugungi darsimiz mushakchi bo'lsin. Mushu bo'lmasa mayli buni nima qilaylik? Endi asosiy mazmunni tushuntirib bo'ldim qonunni. Mana tez tug'dotaylik dars bo'lsa. Faslun fil mushtaraki vel muavval. Mushtarak bilan muavval haqidagi bir fasl deydi musannif. Uni keyin bizga mushtarakda musannif o'zining ta'rifida tushuntirib o'tadi. Men tushuntirib bergan ta'rif bu ta'rifga yaqinroq, lekin bizniki va kimki muhaqqiq ulamolarniki tushundirish umumiy jihatdan. Ammo u asos salaf ulamolar kirdi. Musannif. Lekin bizniki taxtlarimiz kimga hammadan ilingan javhar. Faslun fil mushtaraki vel muavval. Mushtarak bilan muavval haqidagi bir fasl. Al mushtarak endi masalan kimki bizning salaf xalaf ulamolarimiz mushtarak muavval deb fikr ayirmoqlar. Birinchi taqsimni xos, am, mushtarak, jam' munakkar deb turkib bo'lgan. Be'tibor vada so'z shu ma'naviy qo'yish jihatda am, xos, mushtarak, jam' munakkar deb turkib bo'lgan. Sadr shariatni tatbiqlam. Kimki ulamolar hammasi Alloh xodimi, Molla Qisrov, Finali hammalar birdek nimaga jam' munakkar. Nima ish qilganda am yana bo'ladi am chunki ma ilgari salaf ulamolar amni ikkiga bo'lganda biri am mustag'riq, yana bir am g'ayri mustag'riq. Nima qilib salaf ulamolar hammasi emas. Masalan Şeyh İmam Buzdavi, Fakhriston Buzdavi, Abu Zayd Dabbosi deganlar masalan. İmam Saraxsi deganlar. Uni keyin buni qarab turib, Asadul Shari'a buni ilgari ba'zi olimlarga biz qarab turib, ya bu mushtarak asli bu Fakhriston Buzdavi nima degan? Am xos mushtarak muavval degan. Buniki Asadul Shari'a uniki qarab to'xtam bunda emas. Bu muavval degan mushtarak tabi bu. Mushtarak degan muavval degan mushtarakning bir turi bu. Demak, bizda bir narsa chala qolib dunyoda. So'z qo'yish jihatda dastlab qo'yilganda, ya'ni
Amma emas, lekin xosma emas men az qapti o'tirishda. Bo'lsa jamun munakkar. Masalan, ra'aytu rijalan. Ra'aytu rijala desam am. Ra'aytu rijalan desam jamun munakkar. Yani shuni tatib ungacha sifatlaydi. Jami qillat, jami kasrat deb ataladi. Eng tuvini 3 yuqoridan cheki yo'q, lekin hammani ichiga olmaydi. Ra'aytu rijalan degandan keyin rijalning hammasi ichiga olmasligini, hamma rijalning ichiga olmaydigan lekin 3dan ziyodani oladigan bir narsa qapti. Bu jami munakkar ekan. Deb, ham jami munakkar deganlar nima qiladi? Jami munakkar deganlar muavvalni mushtarak kiygizib o'tadi. Endi nima deganlar-chi? Mushtarak muavval deganlar jami munakkarni nima kiygizadi? Amr kiygizadi. Chaqda shuni imam Bizdaviyning ko'z qarshida am ikki xil, biri am mustaqriq, am g'ayr mustaqriq. Am mustaqriq nima bo'ladi? Am mustaqriq am ra'aytul rijal, ra'aytul muslimin. Am g'ayr mustaqriq shu jami munakkar. Tushundingmi? Birinchi narsa qiladi. Xo'sh, endi al mushtarak, mushtarak degan ma wudi'a li ma'nayayn muxtalifayn. Mushtarak degan muxtalif bo'lgan, o'xshamagan ikki ma'noga qo'yilgan bir lafzdir. Avli ma'anin muxtalifat laqab. Yoki haqiqatan muxtalif bo'lgan ma'nolarga qo'yilgan mushtarakdir. Endi bu so'zlar biz nima al mushtaraku ma degan ma'nodagi lafz degan ma'nosida jinsi o'rnida wudi'a degan gapdan muhmal chiqib ketadi. Li ma'nayayn dastlab qo'yilganda ikki ma'noga qo'yilgan, ikkidan ko'p ma'noga qo'yilgan. Unda olgandan keyin yani bizce bir gap çalımına bir şey lazım. Bir vad'in müteaddid degan gapni qo'yish kerakmi ekan? Hozir sizlarga qo'ymoqman. Chunki agar bir vaz bilan muloqot qilsa, am chiqib ketmaydi bundan. Bir vaz emas bu nima? Bir qancha vaz bilan qo'yilgan. Uni keyindan lima'anin muxtalifat haqoiq degan so'zlar nima chiqib ketadi? Am chiqib ketadi. Muxtalifat haqoiq. Am degan bu bir qancha ma'no qo'yilgan. Lekin bir qancha afrat qo'yilgan, lekin hamma afratniki muttafiqat haqoiq. Haqiqatlari bir. Lekin mushtarakning cho'q haqiqatlari boshqa. Ayn desam, josus boshqa narsa, ayn basira, ko'radigan ko'z boshqa narsa, ayn jariya, oqadigan buloq boshqa narsa, hammaning haqiqati muxtalif. Demak, bu yerdan am, xos lazım bilan ayrılib ketdi degan gap. Albatta men degan ta'rif bo'yicha majoz chiqib ketgan. Hozir bu yerda majoz chiqib ketmaydi. Misal o bas wudi'a degan gapni chiqib ketishi mumkin majoz. Wudi'a li ma'na deganda. Chunki o ma wudi'a lahu. Misaluhu mushtarakning misoli qavluna bizning qavlimiz jariyah degan so'z. Fa innaha tatanawal. Chunki jariya degan so'z amah degan didakni va safina kimini va o'z ichiga oladi. Va mushtari degan so'z, va mushtari. Mushtari degan so'z nima? Bu mushtarak. Demek fa innahu chunki mushtari degan so'z yatanavalu qabila aqdil bay'. Savdo kelishimini qabul qiluvchini o'z ichiga oladi. Sotib oluvchini o'z ichiga oladi. Va kavkabis sama degan gap osmonningki mushtari yulduz degan mashhur bir yulduzni o'z ichiga oladi. Va qavluna bizniki bayn degan so'zimiz mushtarak masalan. Endi biz nimadiki beshtiki jaliya bilan mushtari degan nimadiki ayan, ya'ni narsalarga o'rtaq so'zlar. Endi bu bayn degan ma'nolar ekan. Ma'nolarga o'rtaq so'zlar. Va qavluna bayn degan so'zimiz fa innahu yahtamilu bayna wal bayan. Bayn degan so'zimiz bayn degan gap furqa. Ayrılık ketish. Furqa bilan bayan, zuhur. Bayan bo'lishni, oshkora bo'lishni ehtimol keltiradi. Ya'ni bayn desa, ya'ni men bilan ana faraqtu minka degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Sen bilan mening ayrimga musofa paydo bo'ldi, bu'd, ayriliq paydo bo'ldi. Sen bilan adam ayrılık ketdi degan ma'nosi, furqa degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Ya'ni bayn degandan zohir, anti bayn desa sen oshkora degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Demak, o'sha bir şey mushtarak. Endi buni mushtarak tushungan bo'ldik, oddiylam. Men bilsam murakkab tushunib qo'ydim. Yuqori sizning saviyangizni qarab. Lekin bu kitob yengil o'qish boshlaganlar uchun oddiy tushundim. Va hukmul mushtarak, mushtarakning hukmi nima? Deganda annahu mushtarakning hukmi shuki, annahu idza ta'ayyana al-wahid muradan bihi saqata i'tibaru ila ghayrihi. Mushtarakning hukmi agar uni bilan yana biri nima bo'lsa, tayin topsa, uni bilan murad, shu mushtarak bilan bo'lgan murad, ma'nolardan bo'lgan bir murad, bir ma'na tayin topsa, shu muddao shu deb, uni shu ma'nodan boshqa ma'noni iroda qilishni e'tibor qilish nazarni saqlab qo'yadi.
Başqa ma'nolar nazardan saqit bo'ladi. Endi hozir men 5 degan ta'riflar o'xshamaydigan yeri tavaqquf, mushtarak nima deganda men nima degandim? Tavaqquf deydi, to'xtab turish. Lekin yetrajjahal ma'no. Başqa bir ma'no kuch tepish uchun to'xtab turish degani bu. Anda degandan keyin mushtaraklar ichiga muavval kirib ketdi degan gap chiqqan. Lekin men musannifning qarashida muavval ayrim bir narsa bog'liq uchun men mutlaq nima dedi? Tavaqquf degan gapni demadi. Tavaqquf degan gapni demaylam. Uning mushtarakning hukmi başqa bir ma'nosi kuch topsa, başqa ma'noni iroda qilish nima qiladi o? Nazardan saqit bo'ladi deb tushundim. Va li hada ajma'a al-ulama musabtin ulama rahimahumullohlar shuning uchun keldiki lafzal quru, ya'ni Qur'on Alloh taolaning kitobidagi mazkur bo'lgan quru degan lafz mahmulun imma alal hiz. Ya hizga amrulur. Shu bizning mazhabimiz xuddi Hanafi mazhabi bo'lgandek. Ya tuhur poklik qabul qiladi. İmam Şafii rahimullah'ın mezhebideki. İmam Muhammed rahimahullah dedi ki, hem de Mişel'in şunu biliriz ki bizim Hanefilerin usulü furlukun elingan. Mesela bizim bunda bunu da usul kaidesi mi söz dedi. Mesela usul kaidesi khas kaide oldu. Khas kaide. Sözgen kaide İza teayyenel vahidu muraden bihi sakata itibaru iradeti gayri. Bu kaide oldu. Usul kaidesi. Bu kaideyi nereden aldınız dese Furu'tu dedi İmam Muhammed Rahimullah'ın ki meselelerine çıkan hükümünün adını dedi. Hüküm olsa İmam Muhammed Rahimullah'ın dedi ki İza evsa li mevali beni fulan bir adam falanın oğullarını ki beni fulan diyen falan cemaatinin meval diyen azatkerdilerine azat kılgan azatkerdilerine vasiyet kılgan olsa bir adam bilip kalacakta falanın mevalilerine bundan esem kalsın diye vasiyet kılgan olsa veli fulan mevalin min a'la ve mevalin min esfel. Bu falan cemaatinin üstün tarafından boğan bir mevalleri beyken, mevalileri beyken, astın tarafından boğan mevalileri beyken. Üstün tarafından boğan mevali degende men mu'tiq. Kucayin, azat kılıp etken kucayin. Astın tarafından boğan için mu'taq. Demek olsa abdul mu'taq, azat kılınan kul. Demek ki Mevla degen gap demek ortak söz. İki manası var. Biri azat kılıp etken hucayin, yine bir çoğu azat kılınan kul. Azat kerle de koyumuz yani azat kılınan kul. İki manası var. Hem de bir adam bile kalacak da falan ahındaki Mevlası bir anlamanı dese o falan ahındaki azat kılıp etken hucayisi varken azat kılıp etken kulu varken. Kanda oldu dese femate bu adam ülep kalkan olsa vasiyet kadın ülep kalkan olsa batalatul vasiyye. Vasiyet birkaç laf gidiyordu o. Bir hakkıl pelikin. Her işkini pelikin hakkıdır. Eğer ülep kalkan olsa Murat'ta süre etken yap. Kimdi diyen sizde? Şunu uçak mucmel gaynıp kaldı. Mucmel gaynıp kaldı ki mucmil olsa mucmil süreyimiz. Mucmil olsa batalat. Vasiyye bakacak gidiyor. Neymiş kadıysa? Listihaleti el cem'i beynehuma. Bu ikisinin oturuşunu mu'tiq ile mu'taq'ın oturuşunu cemleşme mümkün emez. Ve ademur rejhan. Yani kuşta ikisinin ki manını bireye dep bir kuşta budanım yok. Arıqta bir delilimiz yok. El-racih el-tercih bila muracih nime muhal. Mesela biz tarazının birini koysak ikin tarazı iki tane perdesi okşar. Bakın tarazı bisikletten bir taraf ki bisiklet miydi o? Bunu yapıp ders koyayım bir ders koysam Besildi, ders koymasa besilmaydı. Xuddi shuningdek bu masalada besib ketadigan bir kuchli dalil bo'lmasa, juda kichik biz devorsak gap bo'lmaydi, xato bo'ladi. Endi ma bir dalil ham bizning usulimizga elingan dalil, Furu'dan elingan dalil bir. Ve Ebu Hanife rahimehullah bunda deydi. İza qala li zawjati bir adam o'zining ayoli bunda desa, "Anti alayya misli ummi." Sen menga onam o'xshaysan desa, la yakunu muzahiran. Bu zahar qiluvchi bo'lmaydi. Nima ish qilsa? لأن اللفظ بهذه أنت علي مثل أمي ديان لفظ مش لفظ مشترك لماذا بين الكرامة والحرمة hürmet bilen haramlık arasında. Siz anam okşaysız dese bir adam ayalığa. Bu şu gapning ortak, bu şu cümle. Qanday ortak? Ya ben sizni anamla hürmetleyendek hürmetleymen degan gap bo'lishi mumkin. Yoki siz men anam qanday haram bo'lgan bo'lsa, men anda haram deb zahar qilgan bo'lishi mumkin. İki ihtimallik var. Gap kishi açmak. Fala yeterajjahu cihatul hurmeti illa billah. Anda vaqtkin haramlık tarafi bundan faqat niyet bilan Allah kuch topadi. Agar niyet bo'lmasa o'xshash. Hech
kichkina ehtimol bor. Agar endi unda at-tarjih bilan murajjih muhal. Qanday qilib tarjih qilib o'tsa, agar bu ko'ng niyatida so'zni niyat qilgan bo'lsa, talaqni niyat qilgan bo'lsa, nima bo'ladi? Zahar bo'ladi. Agar niyatida buni niyat qilmay, zahar niyat qilmay, hurmat niyat qilgan bo'lsa, shuni deb bo'ladi. Va ala hada endi mushu qoidaga asosan, ya'ni mushu qoidadan Imom Azamniki mushu gapidan biz nimani bildik? Bunda usul chiqardik. Usul. Va ala hada mushu qoidaga asosan, mushu hukmga asosan deymizki, endi biz chiqirimiz deydi endi. Imom Azam shunday gap qilmadimi? Biz bu yerdan nima chiqardik? Umumiy bir qoidadan chiqardik. Usul. Usul boshqa usul oldi. At-tarjih bilan murajjih muhal. Ya'ni bundaq masalalarda mushtarak lafz kelgan masalalarda ikki ma'noga ehtimol qilib qolganda chuqum buniki bir murajjihdan birisi bo'lishi kerak. Anda shu murajjih bo'lganda amal qilaymiz. Agar murajjih bo'lmasa batalat amal qilinmaydi degan shu qoida bo'yicha deymizki la yajibun naziru fi jaza'is sayd li qawlihi ta'ala. Alloh taolaning qavlida uning jazosida o'qishi vojib bo'lmaydi. Yani feceza'un mislu ma qatala minan na'am dedi Alloh. Yani hayvanotlardan o'ltirgan narsani o'qishning jazosi vojib bo'ladi dedi oyatda. Endi mishada bir odam haramda o'tirib saytdan birini, hayvonotdan birini, yovvoyi hayvonni o'ltirib qo'ygan bo'lsa, buning jazosida o'xshagan yovvoyi hayvonning birini sadaqat qilish vojib bo'lmaydi. Balki uning qiymatini ba'zi bo'ladi. Qiymatini ba'zi bo'ladi. Nima ish qilsa? Li'annal misla, chunki bu yerdagi fajza'u mislu degan so'z mushtarak. Baynal misli suratan va baynal misli ma'nan. Ya'ni surat jihatdan o'xshash degan gapga ehtimoli bor. Ma'ni jihatdan o'xshash degan ehtimoli bor. Ma'ni jihatdan o'xshash o'g'ini qiymati, uning bahasi. Ya'ni fajza'u mislu ma qatlam o'tiga hayvonniki o'xshishining to'lash kerak degandan, ya'ni surat o'xshaydigan hayvonni bilan to'lash degan gap ehtimolligimi bor. Shunchalik hayvonniki qiymatini pul to'lab bersin, bu ehtimolligimi bor. Hech kim ehtimollik bor. Endi vaqad uridal mislu min haythul ma'na. Endi bu yerda oyatda ma'ni jihatdan bo'lgan misl o'qish irada qilindi. Bi hadan nas. Mushnasalan fi qatlil hamam va usfur. Katta bilan qushqochni o'tayotgan masalada. Bu yerda hayamning ko'p kaptini o'tib qo'ygan bo'lsa, biz buni tula desak mumkinmi? Tulalamdi. Hayamning ko'p kaptini tulalamdi o'qishini. Tulanmaydi. Chunki hayamning ko'p kaptini nada? Haramda. Haramning ko'p kaptini haramda. Bu haramning ko'p kaptini men tulayman desa, qanday mumkinmi? Mumkin emas. Bu gap tabiiyligiga aylanib qoladi. Ma'nisiga aylanib qoladi. Anladin? Bu gapdan masalan shu hayamning o'qishini shunday. Anavaniki uni hayamning kaptini emas, bilaklarning kaptini qilsa bo'lmaydi bunda. Bunda shu hayamning kaptini o'qishni qila olsa, hayamning kaptini qilsa, agar uni qanday qilmasa, shuni bahosini. Endi kaptani necha pul turisi butqan olsa, shu kaptani puli bas bo'ladi. Va nahvihima bil ittifaq. Fala yuradu mislu min haythu surat. Lekin surat jihatdan bo'lgan o'qish irada qilinmaydi. Nima ish qilsa izla umuma lil mushtaraki aslan. Chunki mushtarakning asla umumligi yo'q. Chunki asla deb qo'yayapmiz. Hozir biz deganda kimki ulamolardan bunda bo'lgan deb bundasi faqat bunda suratda bor, qolgan suratda yo'q dedikmi? Jumhur, ya'ni bizniki jumhur Hanafiyyaning deydi, la umuma lil mushtaraki aslan. Asla mushtarakniki umumligi yo'q. Fayasqutu e'tibaru surat. Andagan ekan bu yerda surat e'tibori saqit bo'ladi. Surat e'tibori olmadikmi? Nima ma'ni qiladi. İstihadatul cem' bu ikkisini jamlash mumkin emas o'g'on uchun. Summa hozir endi bu tugidimi? Mushtarak masalasi tugidi. Endi bu yerga muavval o'tamiz. Ondan keyin idza tarajjaha ba'du wujuhi al-mushtarak. Mushtarakning yo'llarining ba'zisi kuch topsa, bi g'alibir ra'i. G'alibir ra'i bilan. G'alibir ra'i deb bu o'rtuq ko'ngilga o'ylangan gap emas. Bu nima? Zan al-hasil bil qiyas aw bi xabar wahid. Ya xabar wahid bilan ya qiyas bilan nima bo'lgan, paydo bo'lgan nima zan. Zan deganimiz yani 50% dan yuqori, 100% dan tuan bo'lgan va ehtimolli. Yasiru muavvalan. Bu muavval bo'ladi. Endi muavval bo'lgandan keyin muavvalning hukmi nima? Desa, hukmul muavval. Muavvalning hukmi
vücubul ameli bihi ma'a ihtimalil hata. Endi biz müşterektin birini tevil kıldık. Tevil kılmaydır, amel kılamaydık. Tevil kılışımız gerekir, tevil kıldık. Bir kıyas bilen, yakimide, lugatın boğan deliller bilen mesela getirdik. Muavvalın hükmünün bodu, bunun amel kılış vacip bulundu. Mesela Kur meselesi de, demek ki hayız gelmeni kıldık, biz khaslık hükmünü delil kılmak yaptırdık. Şu an bunun amel kılış vacip bulundu. Lakin ma'a ihtimalil hata. Hata iş ihtimalı var mısın bilgi? Mana mush gap intayin muhim gap. Şuna mezhebuna sahihun yahtamilul hata. Ve gayru ve mezhebu gayrina hata'un yahtamilus savab. Hada huvel amr. Mush gap bizim kaydımız. Bizim mezhebimiz doğru. Lakin hata buluş ihtimallık var. Bizden başka tört mezhep, üç mezhep hata doğru buluş ihtimallık var. Mamada qanday edi desem bunda tevil meselelerinde. Asas mezhep nerede şekillengen bu tevil meselesinde. Mesela katiyatta mezhep şekillenmiyor. Tayyatı biz Paris tört desek İmam Şafii o tört Paris'e inkar kılmaydı o. Onu inkar kılmaydı. Lakin başka teviller kılan meselelerinde mezhep şekillenirdi. Şuna bedeni kapıra çıkartamayız bu meselede. Ve misaluhu emde muavveliki fil hükmiyat. Hükmiyat ki misalları. Hükmiyat yani ma? Yani mesela muamelat. Muamelat meseleleri gibi olan misali ma kulna biz burada fıkıh edilen gibimiz. İza utlika semen yani etlaka semene fil bey'. Bu soruda bir adam semenini mutlak getiriptir. Fulni mutlak getirip yaptı. Yani fakat miktarını bayan kıtı sıfatlamaz. Beyyinel miktar dune sıfat. Mesela ben min qibl aldım debdi. İştereytu bil elf. İştereytu bil elf debdi. $1000 ya $1000 debdi mesela. Kana ala galibi nakl beled. Bu gapni o'zini bilib qoladi o. Şu shaharniki ko'p yani galibi nakl beled degan gap shu shaharda ko'p ishlatiladigan pul. Ravoj topgan. Shu shaharda ravoj topgan ko'p ishlatiladigan pulga yetkazildi bu hukm. Ve zalike bi tariq at-ta'wil. Mana mushu ta'wil ulan. Mushu galibi nakl beled degan gapimiz ta'wil qildik. Bir adam ben sizga mana 1000 aldım degan bo'lsa, shu shaharda agar masalan riyal işletildiğen, dolar işletildiğen mesela. Lekin riyal müşahirinin pulu, yoki müşahir ko'p ishlatadigan pul olsa, gap so'z ta'villanib bir so'zni 1000 riyal deganda hukm qilamiz. Walau kanat an-nuqud mukhtalifat. Agar bu shahardagi pul nima bo'lib qolsa, muxtalif bo'lib qolsa. Ya'ni muxtalif bo'lib qolsa gap ravojlanishi o'xshash. Masalan, riyal bilan dollar ishlatiladigan o'xshash. Riyalmi ko'p ishlatiladigan, dollarmi ko'p ishlatiladigan o'xshamaydi ekan. Bunda darajada bo'lib qolsa, fasadal bay'u. Demaydi ekan. Ma savdo buzib ketadi. Bizga qilgan gap uchun. Savdo buzib ketishga ikkinchisi dollar bo'lishtimaligim bor, nima bo'lishtimaligim bor, riyal bo'lishtimaligim bor, bu yerda tarjih yo'q. Andan tarjih bo'lmagandan keyin bu savdo buzib ketadi. Ve hamlul aqra'i alal hayz. Qur'ni hayz hamli qilish va hamlun nikahi fil ayatda ayatdagi nikahni fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra degan oyatdagi vatiga hamla qilish hamla so'zlab bo'lgan 5 tayna va hamlul kinoyati hala muzakarati taloq hamda kinoy taloqlarni hala muzakarati taloq muzokara qilish holatiga hamla qilish nima taloqning gapini qilayotgan holatdagi kinoyalarni taloqqa hamla qilish min hazal qabil hammamiz mush qabilin hammamiz ta'wil qabilisin endi bu yerda bizga musannif bir yangi bir masala deb turadi. 5 ta nima degan edi? 5 ta masala Muhammad o'xshamaydi. 5 ta Imom Azamning masalasi keltirgan edi. Niyat qaror dedi. Bir ayol nimasini bir odam ayolini ismini anam o'xshash desa, buniki niyati qaror mushtarak deganmida, bu odamda yeni bir masala bayon qilyapti. Bu bo'lsa kinoya taloq masalasi. Bir odam antibayin debdi ayoliga. Antibayin degan gapini agar ayol uni o'rnida turibdi, suzamni bagina deb yoki qisqa isib turgan chog'da ochiq gap biqin deb to'y gap qilmasa esli bergandan ochiq gap antibayin deb qo'ygan bo'lsa, bu chog'da u hatto niyat qilmasa ko'nglida so'zni niyat qilmagan bo'lsa nimaga hisoblanadi? Taloq hisoblanadi. Nima uchun? Bu muzokara taloq bor.
Muşumu tevilinin babıdır. Tercih bulunur. Ve ala haza kulna muşunun binaen deyimiz ki yani el muhtemel yasifu ila ahli muhtemeli diye muş kaydı bu için deyimiz ki ed-deynul mani'u minez zeka zakattan tutup kaldığın karız yusrafu ila eyselil maleyni kada ellidin. Karzını ada kılış için iki malın en asanlığı sebep edilir. Bunun diyen gel bir adamın mesela ne söyleyken bir nisap pulu varken pul bir nisap mal varken mal tavar mal bir nisap hayvanatları varken hayvanatları hem de bu adamın karzı varken bu karzı boğalık için bunun zakat vacip olmayı gerekiyor ama bunu aldı bile bunu geldiğini biliş vacip karzını tüleş vacip zakatını biliştin bunun karzını tüleş vacip hem de bu şu karzını biliş için kayıs pulun bilimiz bunu pul, nakfulunu bilemtip nimidin bilemtimiz maldın bilemtimiz hayvanatın bilemtimiz dese hemimiz okşar bunu bazım bunu da bunu bazım bunu bazım hemimiz müşterek hem de hemimiz okşar lakin şunda kararımız şununki okşaşlığı bile biz kıtıdan bir müraccah hamiyeti müraccah bu olsa karzını ada kılış için en asan boğan mal eyselil maleyni kadar deyin yani karzını kazdı asan ada kılarsa şunu tanıyımız bu nakful çünkü mal ne setiş doğru kılıdır onunki neden nemine hayvanatın setiş doğru kılıdır avvelen nakfulunu tanıyımız nakfulunu satmasın bulun bunda bazı bulun ama nakfuliyette işte gibi eğer nakfuliyet bir kalsa nemi kılıdır o mal kilemde o hayvanat kilemde mal kılıdır çünkü malını setiş hayvanatın setiştiğinde ben asamrak onun kendinden hayvanat kilemde kaydı bu için hemisi tevil bilen manadır. Manamış tevil diye manamış. Ve ferra'a İmam Muhammed rahimahullah muşu kaidine asasen Freud'un bunda şahsçı meselelerini çıkardı. Dedi ki İzâ tezevvece imra'aten bir adam bir ayalını bir nisab kâptemdi. Bir adam bir ayalını bir nisab diyen gel yani bir zekat kılgan bir nisab kâptu. Malum bir nisab kâp. Ve lehu nisabun bu adamdaki koydun boğan bir nisabı varken ve nisabı minnet darahim deyin tengiladın boğan bir nisabı varken anda bu ayağının toylukunu koydun boğan nisabını bilemdi ya ki tengiladın boğan derhemladın boğan nisabını bilemdi dese yusrafu deynu ile darahim bu kariz yaptı buna anda bu kariz demek kaytırıldı derhemin kaytırıldı demiş ka liannahu eysel kada'an minel gınem koyunu vergendin koyunu verse o ayal kişi bu koyunu nerede bakıdı nerede satıp nakfını bildi okşaş gibi hatta lev hal hatta eğer bu işki fulga gınem bilen derhemge karz bir de boğan bozumu tecibu zekatu İmam Muhammed rahimahullah karşıda zakat fi nisabil gınem fakat koyunun nisabına vacip oldu ve la tecibu fi derahim derhem de vacip olmayı demiş ka bu otomatik aldı bu ayağının karzı işte tamam ve lev tereccaha ba'd emdi eğer müşterek yollarının bazısı mutekellim tedbidin boğan bir bayan bilen küçtapsa kâne mufesseran vacibı bilir bu mufesser bilir kaçan ki müştereklerin yollarının biri mutekellim tedbidin aşu müşterek sözünü kıkan mutekellim tedbidin mani diğerinde yapılıp kalsıkında bunun bu maydı uçağında muevvel bu maydı mufesser bilir muevvel zanni mufesser çoğu kat'i وحكمه عند مفسر حكمه أنه يجب العمل به يقينا مفسر عمل قدش واجب بشديد يغم ينشغل مثلا var eğer müşterek kuştatmasını mı gayret mujmel gayret tutur hem de eğer hem de mucmel ne mucmel kat'i hüküm mucmel tarafı mucmildin kat'i bu hüküm bilen tefsir kılınsa mufesser buludu eğer zanni irade kılınsa bu mufesser bulmaydı muevvel bulmaydı şöyle bak nemiş muevvel bulmaydı çünkü mucmelge nemi yol yok tevil yol yok ikinci dedi bu mucmelni tevil kılışka kıyas kılış yolu fakat mucmel tarafından bulundu aslı kaide bu için mufesser buluş gerek hadisden tercihlense mufesser buluş gerek hadis eğer sahih yoldan gelen olsa mufesser buluyor sahih yoldan gelen kapkası bunu biz yelhaqul beyan deyimiz hem de mübeyyen de koysak bunu hüküm başı çıkıyor yine
Mesih başka Mesih kılıç Mesih'deki mesela. Başka Mesih kılıçtaki ayattaki Mesih ayetinde ben mucmel. Bunun keyin bununla hadistin bayan kuşaldı. Şu bununla biz el-mefruz deb farz ameli ictihadi deb farz çıkardık. Başından tötten bir Mesih kılıç farz ameli diye hüküm çıkardık. Eğer şu ayetin üzerine çıkan olsaydı, şu bayan ayetin üzerine gelen olsa bu müfessir oldu. Ucağında farz ictihadi olmayın bulattı. Farz ameli, farz ilmi, kat'i itikadi bulattı. Hem mesela bunun misali İza kâle bir adam li fulanin aleyhi aşeretu dirahim. Falan akının benim geldiğimde 10 dirhem pulusu var min nakdi Bukhara. Bukhara'nın pulusu değil. Min aşeretu dirahim pulu var deptu. Depulab min nakdi Bukhara'nı kıtkıran bolsa. Fekavluhu min nakdi Bukhara. Bukhara'nın pulusundan dep kıtkıranmış sözü tefsirul lehu. Beşideki li fulanin aleyhi aşeretu dirahim diyen sözünün tefsiri buludur. Felevla zalik. Eğer aşık olmasaydı, şu söz olmasaydı, lekâne munsarifen ila gâlibi nakdil beled bi tariqi te'vil. Te'vil olan şu şehrindeki köp kullanılan pulga qaytgan bulatdı bu hüküm bir yerde. Min nakdil Bukhara demigen bolsa. Min nakdil Bukhara da Kur'an'daki ilam demege çeksiz bir pulga bulup gitti. Başka te'vil kelmeydi. Feyetereccahul mufesseru fe la yecibu nakdil. Anda bir yerde te'vil olan, muavvel olan mufesser karma karşı kep kaldı. Muavvel ile mufessir karşı karşı. Muavvel ne oldu? Galib nakdil beled. Mufessir için mi? Nakd Bukhara. İkisi karşı karşı geldiğinde mufessir muavvelini besip çüdü. Feyetereccahul mufessir muavvelini besip çüdü. Fela yecibu nakdil beled. Anlamanıkin şu şairindeki galib nakdil beled vacip bulunmaydı. Belki nakd Bukhara vacip bulundu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala khalqat ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.